Muhammad Farabi. Birinchi bo'lim. Hijriy 260-yilda Movarounnahr o'lkasida hozirda Turkmaniston deb ataluvchi yurtning Farob shahrida turk qo'mondoni Muhammad ibn O'zlah o'g'illik bo'ldi. وتأدب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموك ورا واستغني. Mashallah, shirinligini qarang aka. To'g'ri aytasan. Xuddi o'zimga o'xshaydi-ya. Ha, xuddi yoshligingizni o'zi. Tavba. Unga ismini nima qo'yamiz deb o'ylanib o'tirmas ekan bo'larkanda. Voy, unga ism ham tanlab qo'ydingizmi dadasi? Ha, unga o'zimning ismimni qo'yamiz. Muhammad debmi? Ha, Muhammad ibn O'zlah bo'ladi. Alloh iymonini butun qilsin. Mayli, men borishim lozim, kechroq qaytsam kerak. Nega? Boshqa qo'mondonlar bilan birga xalifaning saroyiga borishim kerak. Shoshilinch yig'ilish bor ekan. Endi yolg'iz qolishga qo'rqmagin onasi, chunki endi sizlarni o'g'lim Muhammad qo'riqlaydi. Alhamdulillah. دلم ألفي بها كدرا قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على أثرهم عطرا لازال شملي بهم في الله مجتمعا وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير من أوفى ومن نذر. O'g'lim, kurash ustozingning oldiga bormadingmi? Kurashga qiziqmayman-ku, oyi. O'rtog'imni bitta kitobini olgandim. Shuni tezda o'qib tugatishim kerak. Ertadan kechgacha kitob o'qiysan. Bunaqada qachon otangga o'xshab qo'mondon, chavandoz bo'lasan, bolam? Oyijon, mendan otamdek harbiy chiqmasa kerak. Meni boshqa orzularim bor-da. Hey Muhammad. Muhammad. Qara, Sulaymon o'rtog'ing chaqiryapti. Hozir. Yana boqqa borib o'ynaylik deydi-da. Bilaman-ku uni. O'ynagani borasan-da, kurash darsiga bormaysanmi? Men u yoqqa o'ynagani bormayman, oyijon. Bog'da toza havoda mazza qilib kitob o'qiyman. Bo'pti, oyijon. Men ketdim. Duo qiling. Ha. Hech kitobga to'ymaysan, bolam. Mayli. Kim bo'lsang ham sog' bo'lsang bo'ldi. لازال شملي بهم في الله مجتمعا وذنب. Hey, havoni qara zo'rligini. Ketdik, o'ynab kelaylik. Xalaqit bermagin. Ko'ryapsan-ku o'qiyapman. Nima o'qiyapsan yana? Riyoziyot haqida kitob ekan. Riyoziyot jismoniy tarbiya deganimi? Uni kitobini o'qib nima qilasan? Biz bilan o'ynasang-chi? Yo'q, og'ayni. Jismoniy tarbiya emas, matematika degani bu. Qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, xullas aniq fan bu. Tushundingmi? Qanaqa tilda bu? Yozuv g'alati-ku. Arabcha emasmi? Yo'q, arabcha emas, lekin bu tilni ham bilaman. Nuqul shunaqa odamni aqli yetmaydigan narsalarni o'qib yurasan-ey? Menga qiziqda. Sen o'ynab mazza qilsang, men kitob o'qib mazza qilaman. Bilmadim xullas. Mayli, qiziqsang, mazza qilsang bo'pti-da, og'ayni. Bo'pti, senga xalaqit bermaylik. زاحمهم على موارد لم ألفي بها كدرا قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على أثرهم عطرا لازال شملي بهم في الله مجتمعا وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا ثم الصلاة على المختار. Muhammad ilmga nihoyatda chanqoq bola edi. Ilmdan ortib
Biror kasb kor qilgani ham vaqti yo'q edi. يعطى لمن حضر ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستترا Ishlasam kitob o'qishdan, ilm olishdan qolib ketaman deb o'ylardi. Lekin bekor yurmasligi, ishlash kerakligini ham yaxshi bilardi. في أحواله فعسى يرى عليك من التزام Muhammad, sen butun umringni ilmga bag'ishlading. To'g'ri qilasan. Men esa tijoratchiman. Lekin niyatim ilmga xizmat qilish. Shuning uchun men seni moddiy ta'minlab turaman. Tijoratim yaxshi, pulim yetarli. Rahmat og'ayni. Baraka top. Lekin o'zim ham ishlamasam bo'lmaydi. Nima ish qilasan? Hozircha bilmayman. Ham ishlab, ham ilm oladigan joy topishim kerak-da. زال شملي بهم في الله مجتمعا وذنبنا فيه مغفورا Mana bu bog' esingdami? Bizning beg'ubor bolaligimiz mana shu bog'da o'tgan-ku. Bu bog'ni esdan chiqarib bo'ladimi, og'ayni? Bu bog'ni rosa yaxshi eslatding. ولازم الصمت Rahmat senga do'stim. Hayron qoldirding-ku. Nega o'zingdan o'zing menga rahmat aytayapsan? Sen menga zo'r fikr berding-da. وقم على قدم الإنصاف معتذرا وراقب الشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من Muhammad o'sha bog'da qorovul bo'lib ishlab, ertadan kechgacha kitob o'qishga sho'ng'ib ketdi. Qisqa vaqt ichida juda ko'p kitobni o'qib tugatdi. Xorma, ishlar bo'lyaptimi Muhammad? Xudoga shukr, ishlar joyida. Lekin ilmda muammo bor-da. Tushunmadim. Hamma kitoblarimni o'qib chiqdim, lekin hech qoniqmayapman. Endi yana ham ko'proq kitob o'qishim kerak ekan. Endi nima qilmoqchisan? Qaniydi, biz ham Aflotun orzu qilgan fozil odamlar shahrida yashasak. Kim deysan? Bunaqa odamni eshitmagan ekanman. Men taniydigan odammi ish qilib? Yo'q, og'ayni. Aflotun qadimgi Yunon olimlaridan. U haqida hech ham eshitmaganmisan? Odamni hijolat qilmagin do'stim. Sen ilmni cho'qqisidasan, Muhammad. To'g'risi, bunaqa odamni eshitmaganman. Hozirgi gapingni umuman tushunganim yo'q. Hozir nimani o'ylayotganimni bilasanmi? Nimani? Bag'dodga borsammikan deyapman. Tinchlik shahriga. Shu yoshda-ya? Yoshimga nima qilibdi? Ilmda yoshni farqi yo'q, do'stim. Lekin Bag'dod rosa uzoq-ku. Men tijorat bilan ko'p joyga borganman, lekin hech Bag'dodga yo'lim tushmagan ekan. Men esa Bag'dodga bormasam bo'lmaydi. Tijorat emas, ilm uchun borishim kerak. Bitta Bag'dodga emas, ko'p yurtlarga borib ilm olishim kerak. Ilmga hech to'ymas ekansan-da, Muhammad, mashalloh. Shuncha kitobni o'qib yana to'ymadim deysan, ha? Bu kitobni hali yana o'qiyman. Bitta kitobni necha marta o'qiysan o'zi? Do'stim, masalan, mana shu kitobni 16 marta o'qib chiqqanman. Har safar o'qiganimda yangidan yangi narsa chiqaveradi. Muhammad Bag'dodga ketishga qaror qilib, Iroqqa ketayotgan karvon bilan yo'lga chiqdi. Rosa sog'inadigan bo'ldim-da, Muhammad. Men ham, do'stim. Mayli. Alloh safaringni xayrli, manfaatli qilsin. Bir tomondan
o'sib ulg'aygan, ilm olgan ona shahrim Farobdan ketayotganimdan xafaman. Bir tomondan esa Bag'dodday ilm shahrini ko'rib kelaman deb xursandman. Ko'rib kelaman? Nima, u yerda qolmaysanmi? Bilmadim. Ilm olish uchun qayerga borishim kerak bo'lsa, o'sha yerga boraveraman, do'stim. Alloh ishingni o'nglasin, do'stim. Tavba. Yo'lga chiqqan odamlar o'zi bilan kiyim-kechak, oziq-ovqat olishardi. Sen bo'lsa, nuqul kitoblaringni yuklabsanmi? Shu ishingga qoyilman-da. Ko'pini o'qib chiqqanman. Safarda yana kerak bo'lib qolishi mumkin deb o'yladim. Biror narsa esimdan chiqib qolsa, darrov olib qarab olaman. Shuning uchun oldim. Tayyorlaninglar! Karvon jo'nab ketyapti. Allohga omonatsan, Sulaymon. Qayerda bo'lsang ham omon bo'l, Muhammad. Alloh qo'llasin. Muhammad Farobdan jo'nab ketdi. Yillar o'tib Muhammad mana shu Farob shahrining nomi bilan Muhammad Farobiy bo'lib, butun dunyoga mashhur bo'ladi. Farobiyning ilm safaridagi birinchi bekati tinchlik shahri Bag'dod bo'ldi. Xo'sh, Bag'dodda nima gaplar bo'ldi?